Nega o'ynamayapsan? Pulim yo'q. Otang nima ish qiladi? Onam ham yo'q, otam ham yo'q. Menda hech kim yo'q. Endi bor. Bu yerga qancha xohlaysan? Hammasi hamma joyga. Sotsang qanchaga sotasan? Bemalol aytaver. 35 taklif qilishgandi. Shunchaga meni sotgim kelmadi, sotmadim. 100. Bugun o'z vaqtida pulingni olasan. Siz olasizmi? Shu qarab turgan bolani ko'ryapsanmi? Shuniki bo'ladi. Siz o'sha yetim bolani qayerdan bilasiz? Yetim yetimni taniydi. Endi onang, otang, akang, ukang, do'sting hammasi menman. Aka,